Va hammaga salom obunachilar. Bu men Tirkfey va bu videoda biz horror o'ynaymiz. Feel Orange degan horror o'ynaymiz. Mayli obunachilar, cho'zmaymiz. Va bugun o'zim olyapman. Javnozbek Pro va Hacker 777 do'stlarimsiz o'zim olyapman. Mayli obunachilar, cho'zmaymiz va obunachilar ketdi. Mana yerda anaqa developers degan narsalar bor ekan. Achievements play, mana play shopga kirib ko'raylikchi nima bor. Shopga Crown ayo shop qimmat ekan. Aytdimmi? Qanday chiqadi endi bu yerdan? Mana bo'ldi. Play'da bosamiz. 3 2 1 ketdi. Qani tanlaymiz. Kelinglar, Ice tanlaylik birinchisiga. Ice tanladik-ku. Qani boshlandi obunachilar, ketyapmiz. Kun bir Paskey. Bildim nimaligini. Maytda nima? Bo'ldi, eshitmay yo'q ekan. Paskey nima degan ekan? Ochilmayapti eshik. Mana nimadir yashikchalar bor ekan. Aytda yo'q, eshitmay. Mana obunachilar ketdi. Manetlarda eshitmay yo'q, faqat ma'no qolyapti. Qanday ochamiz eshikni? Mana nimaga ekan? Obunachilar hozir eshikni ochdim. Mana eshikni ochaldim. Va qanaqadir qizil nimadir kelib meni o'ldirib qo'ydi. Hozir ikkinchi kun boshlandi. Obunachilar ketdi, ochdik va hozir hech kim yo'q. Ana ko'rib qoldi. Yo'q. Obunachilar. Mana nimaga? Uni kim? Obunachilar. Qo'rqib ketdim, uni kim ekan? Izlayapti meni. Voy, qo'rqyapman lekin. Shuncha bunaqa yuryapman-da. Shu yurmayapman. Qochamiz bu yerdan. Nima qilish kerak ekan bu yerda? Mana bunaqa narsalar bor. Yo'q. Bunachilar ana yerda o'tiribdi ekan. Ana. Yo'q. Yaxshi o'talib yurgan. Bu yerda eshik bor. Ulgurdim. Ağdan kirmasa bo'ldi obunachilar. Ana. Urish mumkinmikan uni? Urib bo'lmayapti. Voy, nima qilaylik obunachilar? Qanaqadir qo'li qon ekan. Kuchsizman ekanman. Bu yerda faqat qochish qolyapti obunachilar.
ketdi. Yo'q, mana shu yerda ekan. Qaqabay qo'yamiz endi. Sekin uzoqlashish kerak. Bu yerda ham eshik bor ekanda. O'sha eshigidan kirib oladi hozir. Urib bo'lmayapti buni. Mana bu yerda yotadigan yotoqxona. Knopkalarni bossam hech nima bo'lmayapti. Obunachilar. Nimadir topib oldim. Nima ekan bu? Uradigan narsami ekan? Yo, urib bo'lmayapti uni. Nima bu? Cable. Sable ekan. Nima qiladi bu yerda? Yo. Obunachilar keldi ana. Bak, aldan kiradi da bo'ylabman. Mana yerda qanaqadir yo'l yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Qaqadir ketibdi. Kim ekan bu? Mana nimaga ekan obunachilar? Keldik. Qanaqadir o'yinchi ekan. Ye, mana. Obunachilar qo'rqinchli bo'layapti hozir. Unaqa players degan narsa topdim. Cable'mi? Mana bo'lsa kerak. Yo'q ekan obunachilar. Eshikni yopib qo'yim. Obunachilar nima qilishni bilmayapman. Mana o'sha vaqtda shikilgan u. Ochilmayapti eshik. Mana yerda nimadir yotibdi. Oldik. Scrap ochgan u merkan. Nima yo'q.
Iltimos mana shu oxirgi bo'lsin. Yo'q. Qanday ochamiz buni? Mana nimaga ekan? Açıldı. Yok. Kelyapti. Sekin ekan, yaxshi obunachilar. Nima ekan? Hech kim yo'q ekan. Men nimaga tushunmadim lekin. Yo'q. Mayli obunachilar, sizlar bilan mandim sevib qo'yib proviz va o'talmadik. Endi ikkinchi qismda o'tishim kerak. O'talamanmikan, o'talmaymanmikan? Kommentariyaga yozib ketinglar. Kim o'tkazmoqchi bo'lsa, Feel Orange degan mod ekan. O'tkazib oldi. Minecraft 1.20 da. Hamma Minecraftlarda ishlaydi deb o'ylayman. Mayli obunachilar, like va obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin va hammaga xayr. Yo!